Qozog'istondagi lager shoidi Qasqar Musaqan o'tgan juma noma'lum kishilarning hujumiga uchrab, og'ir yaralandirilgan. Onur tashkilotining mas'ul xodimi naq maydonga yetib kelib, ahvolni jiddiy qutqizish o'rniga va saqchilarga ma'lum qilgan. Qasqar Musaqan doktorxonaga akilib tekshirilganda 4 tal qo'rg'osining sunganligi ma'lum bo'lgan. Onur tashkilotining mas'ullaridan Erbul Davlatbekning bildirishicha, Qozog'istondagi qozoq panolanuvchilarning ahvoli bag'ansiri og'irlashayotgan bo'lib, ularning qo'llarida hech qanday qonuniy rasmiyatlar bo'lmagandan boshqa noma'lum kuchlarning nuqtaliq hujum nishoni bo'lib qolgan. O'tgan hafta Qasqar Musaqan Almatodagi Darxon qahvaxonasida noma'lum kishilarning hujumiga uchrab, og'ir zaxmlangan. Uningdan boshqa yana uning bilan birga 2019-yili chegaradan qochib chiqqan Muragir olim va Qaysa Oqanmo ilgari pichoqli hujumiga uchrab zaxmlangan. Erbul davlatining deyishicha, bu delolarning hammasi naq shu kunlikda saqchiga ma'lum qilingan bo'lsa-mu, hujum qiluvchilarning kimligi ta hozirgacha oydinlashmagan. O qasdar uchirgan hujum panohlanuvchilar uchun tunji qitimliq ish bo'lmaganligi uchun buning aniq holda Xitoy tarafining parda oqisida qo'li borligi, ya'ni irqiy qirg'inchilik shohidlarining ovozini o'chirish hujumi ekanligini ilgari surdi. Xitoy hukumati 2017-yili boshlagan cho'ng tutqunda Uyg'urlarning DNA uchurlarini to'plash, DNA sonliq ma'lumot ombiri qurishda Amerikadagi Thermo Fisher shirkatining DNA radlash asbobini qo'llangan. Ayni vaqtda bu voqea Amerika Davlat Majlisi a'zolarining qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Natijada bu hafta savol so'roqqa duch kelgan Thermo Fisher shirkati Uyg'ur rayoniga DNA radlash asbobi setishni to'xtatganligini e'lon qilgan edi. Navbat Xitoyning Thermo Fisher shirkatining DNA radlash asbobini Tibetlarning DNA uchurlarini to'plashdimi ishlatganligi ma'lum bo'lgan. Amerikadagi Axios Store'ning xabar qilishicha, navbatda Thermo Fisher shirkati kishilik huquq tashkilotlari va Amerika Davlat Majlisining besimida Tibetga DNA radlash asbobi setishni to'xtatganligini bildirgan. Xitoy bosh ministri Li Qiang Amerika qora tizimlikka kirgizilgan o'zak ishlab chiqarish zavodini ziyorat qilib, texnikada texnik yangilik yaratishni talab qilgan. Bloomberg xabar agentligining 4-yanvar xabar qilishicha, Xitoy bosh ministri Li Qiang Xitoyning oldingi qatordagi ishga saqlash o'ziki ishlab chiqaruvchi bo'lgan Changjiang ishga saqlash texnikasi cheklik shirkatini ziyorat qilib, Xitoy hukumatining bu shirkatni qo'llaydiganligini ko'rsatgan. Bermida qurolli qo'zg'olonchi guruhlar ittifoqi harbiy hukumat qismlari bilan bir necha hafta davomlashgan keskin to'qinishdan keyin Xitoy chegarasiga yaqin bir muhim bazani kontrol qilganligini e'lon qildi. Davlatning shimolidagi bu baza uzundan buyon muqimsizlik ko'rilgan rayonlarning biri bo'lib, 12-oyning oxirida Xitoy bexatarlik xavfini bahona qilib, fuqarolarni Bermaning shimoliy rayonidan ayrilishga chaqirgan. Isroiliyaning G'azzadagi qirg'inchiligi davomlashayotgan va bu to'qinishning kengayishidan andish qilayotgan bir paytda Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken tunji qitimliq O'rta Sharq safarini Turkiyadan boshladi. Juma kuni kechda Istanbulga kelgan Blinken tunugun oldi bilan Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan bilan ko'rishgan. Orqadan prezident Recep Tayyip Erdo'g'an tomonidan qabul qilingan. Egilinishcha, hafta 5-da Yaponiyaning Ishikawa viloyatining markazida yuz bergan 7.6 bol yer tevrashda qazo qilganlarning soni 126 ga yetgan bo'lib, 200 dan ortiq odamning hozirgacha izderigi bo'lmagan. Yaponiya amaldorlari hafta oxirida qattiq sovuq va yomg'irning yer tevrash ofati yuz bergan rayonlardagi kishilarning xavfini texmi og'irlashtirib yetadiganligini ogohlantirdi.